Shoirlar faqihi, faqihlar shoiri. Ushbu nom egasi kim bilasizlarmi? Bu Imom Shofiy rahmatullohi alayh. She'rni asosiy ishi deb hisoblamagan. Lekin shunda ham yozgan baytlari, abiyotlari mana men degan dunyo shoirlari, shoira zamonlarini she'rida topilmaydigan ma'no hikmatlar bor bu kishining she'rlarida. Shu she'rlardan bir misra o'qiymiz. Dunyoda, hayotingizda sizga yoqmayotgan ishlar ko'payib ketyapti. Bu narsani qanday xotirjamlik bilan qabul qilish kerak? Shuni o'rgatyaptilar. Da'il ayyama taf'alu ma tasha wa tib nafsan idha hakama al-qada'u wa la tajza' li hadithati al-layali fama li hawadithi ad-dunya baqa'u. Ya'ni kunlarni qo'y endi, xohlaganini qilaversin. Kunlarni qo'yaver, xohlaganini qilsin va xotirjam bo'l. O'zingni xotirjam qil. Qazo hukm qilgan. Qazoy qadarni hukmi kelib qolsa endi xotirjam bo'laver. Boshqa nima ham qila olarding, keldi endi tamom bo'ldi. Tunni, kechalarni hodisalari senga yoqmaydigan, senga noqulay bo'ladigan, qalbingga tushmayotgan, senga yoqmayotgan ishlar, hodisalar bo'lsa, ular uchun ham juda qayg'uga botma. Mahzun bo'laverma. Chunki dunyo hodisalari uchun baqo yo'q, boqiylik yo'q. Hammasi o'tkinchi. O'tib ketadi dunyoning hodisalari, dunyoning voqealari, dunyodagi ishlar. Shuning uchun kunduzini ham aytyapti, kechasini ham. Umuman har qanday vaqtda senga bir hukm o'qilgan bo'lsa, qazoi qadarda xotirjam bo'lavergin. Chunki bu abadiy emas. Eng muhimi abadiy qolmaydi, bardavom qolmaydi. Bir kun ketadi, bir kun tugaydi. Shunisi bilan xotirjam bo'l sen.